Xo'sh, mana navbatdagi ish kunimiz ham davom etmoqda. Cobalt mashinasiga metan qo'yib beryapmiz. Original jihozlar bilan, dinamik variatorlar bilan. MCM Cobalt bo'lgani uchun ikkita miya bilan qo'yib beryapmiz. Pastki 24 dinamik variator bilan 90 talik balon bilan sumka qilib beryapmiz. Xo'sh, yangi 90 talik balon. Bu narxiga keladigan bo'lsak 5800 ming so'mga tushyapti общий stonkasi. Bu yerda Hyundai Sonata mashinasiga 100 talik bilan qo'yib berganmiz. Original jihozlar bilan sumka jarayon ketmoqda. Xo'sh, bu mashinamizga X-Arion reduktor, Vysoko скоростной 0.31 fasilkalar bilan, Polsha original miyalar bilan sumka beryapmiz. Bu mashinamizga общий stonkasi 5 million 400 ming so'mga tushyapti 100 talik balon bilan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin.